Siz nima uchun tez bo'shanasiz? Mana shu savol sizni hali ham qiynab kelyapti. Bunga javob topa olmayapsiz. Mana shu videoni oxirigacha ko'ring. O'zi qisqa video bo'lsa ham aniq sabablari va tavsiyalar haqida siz bilan bo'lishaman. Tez bo'shanish kasalligiga avvalo tushunchasini tushunib olish kerak. Ya'ni bu o'zi qanaqa kasallik? Tez bo'shanish holati agarda jinsiy aloqa vaqti 3 daqiqadan kam bo'ladigan bo'lsa, demak bu tez bo'shanish kasalligi hisoblanadi. Tez bo'shanish kasalligini asosan ikkita turi bor. Ya'ni birlamchi turi, bir qo'yib ketamiz va ikkilamchi turi. Birlamchi turi agarda erkak kishi masalan uylandi, jinsiy aloqada yashayapti. Shu uylangan paytidan boshlab jinsiy aloqasini vaqti 3 daqiqadan kam bo'ladigan bo'lsa, bu birlamchi tur. Agarda masalan uylandi, 1 yil, 2 yil, 5 yil, 10 yil kimdadir har xil. Deylik 5 minut, 10 minut aloqasini vaqti edi, yaxshi edi va keyinchalik qanchadir vaqt o'tgandan keyin aloqasini vaqti 3 daqiqadan kamayib qoldi. Demak bu ikkilamchi tur va bunga olib keladigan sabablar haqida gaplashamiz. Birlamchi turning asosiy sabablari. Birinchi o'rinda bu jinsiy olat boshining sezgirligi. Ya'ni bu yerga sezgirlik deb yozib qo'yamiz. Buni giperchustительность головки полового члена ham deyiladi. Demak, bunda jinsiy olat ham nerv tomirlar bilan ta'minlangan hisoblanadi va nerv tomirlarining o'ta yuqori sezuvchanligi hisobida aloqasini vaqti 3 daqiqadan kam bo'ladigan bo'lsa, demak muammo sezgirlikda. Ikkinchisi esa muammo miyada serotonin degan neyromediatorlar mavjud bo'lib, bu neyromediatorlar miqdori jinsiy aloqani vaqtiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni bunda asosiy muammo miya tarafdan hisobidan bo'ladi va bularni tekshirib olish uchun videoning oxirida aniq qanaqa tekshiruv yechimlari haqida aytib o'tib ketaman. Demak, birlamchi asosiy sabablari shulardan iborat. Ikkilamchi sabablar esa uylangan vaqtida dastlabki jinsiy aloqa vaqtida aloqasini vaqti 3 daqiqadan ko'p bo'ladi, ammo ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin aloqasini vaqti qisqarib ketadi. Buni sabablariga keladigan bo'lsak, birinchi sabab bizada qalqonsimon bez kasalliklari. Ya'ni xalq tilida bu narsani zob, buqoq ham deyiladi. Qalqonsimon bezning asosan gipertireoz degan holati bor. Ya'ni bezni faoliyati kuchayib ketishi natijasida organizmdagi barcha jarayonlar tezlashib ketadi va aloqa vaqti 3 daqiqadan kamayib ketadi. Ikkinchi holat esa bu prostata kasalliklari. Ya'ni prostatada surunkali, yallig'lanish, turli xildagi shamollashlarni bo'lishi hisobidan ham asta-sekin aloqa vaqti kamayib boradi. Uchinchi holat ko'pincha holatda uchraydigan, ya'ni bu o'sha insonning hayoti davomida turli xil surunkali charchoq, stresslar, har xil o'zgarishlar hisobida bo'ladigan aloqasini vaqtini qisqarishi hisoblanadi. Demak, testosteron bu yerda qaraymizki, umuman ahamiyati juda ham katta emas hisoblanadi. Sababi testosteron gormoni asosan jinsiy xohishga, ereksiyaga aloqasi bor, lekin tez bo'shanishga unaqa katta bog'liqlik joyi yo'q. Faqatgina testosteron juda ham pastga tushib ketishi hisobida, demak jinsiy zaiflik va jinsiy zaiflik asosida kelib chiqadigan tez bo'shanish holati bo'lishi mumkin. Demak, asosiy mana shu konkretni sabablarni yozdik. Endi bular qanaqa qilib o'zi tekshirib olinadi? Sezgirlik holatini aniqlash uchun oddiy biza lidokain bilan test o'tkazamiz. Ya'ni jinsiy olat boshiga lidokain sepib ko'rilishi buyuriladi va bu narsa 2-3 marta takrorlanadi. Jinsiy aloqada yashab turganda, masalan, oldin aloqasini vaqti 1 daqiqa edi, shundan foydalanib ko'rdi, aloqasini vaqti masalan 5-10 daqiqagacha 5-10 barobar cho'zildi. Demak, xulosa qilinadiki, muammo jinsiy olat boshining sezgirligida deb. Ikkinchisi esa serotonin. Ayrim holatlarda muammo markaz bilan, miya bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Serotonin hisobida bo'layotganini aniqlash uchun aynan shu serotoninga ta'sir qiladigan SSRI dorilari beriladi. Bunaqa paytlarda taxminan bemorga 3 hafta, 4 hafta davomida berilganda, deylik, bundan foydalandi, spreydan hech qanaqa effekt bo'lmadi. Aynan shu turdagi preparatlar berilganda aloqasini vaqti deylik 1 daqiqa edi, 5-10 daqiqaga cho'zildi. Demak, xulosa qilinadiki,
muammo sezgirlikda emas, balki muammo miyadagi neyromediatorlar hisobida bo'layotgan bo'ladi. Endi agarda bemor yaxshi jinsiy aloqada yashab yuribdi, lekin ma'lum bir qancha vaqt o'tgandan keyin xuddi shunaqa holat yuzaga keladigan bo'lsa, albatta bizning tekshiruv planimizga qalqonsimon bez faoliyatini tekshirish kirib ketadi. Ya'ni bunga обязательно ertalab och qoringa kelingan holatda qalqonsimon bez faoliyatini ko'rsatadigan gormonlar ko'riladi. Prostata holatini tekshirish uchun esa siydik yoki prostata suyuqligi olib tekshirilib konkret xulosa qilinadi. Agarda prostatada shamollash, turli xildagi infeksiyalar hisobida o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa davolaniladi. Stress esa bu o'ziga yarasha oprosniklari bor, ya'ni so'rovnomalari bor. Aynan o'sha so'rovnomalar bemorning o'zi bilan gaplashilgan holatda aniqlab topiladi. Demak, bu sabablar topilgandan keyin shu sabablariga qarab bemorga yechim taklif qilinadi. Afsuski, hozir bemorlarning orasida turli xildagi o'sha internetda mashhur bo'ladigan preparatlarni sababsiz ichish hisobiga men 1 million rasxod qildim, 2 million rasxod qildim, foyda bo'lmadi. Sababi, agarda sizda masalan sezgirlik bilan, serotonin bilan, qalqonsimon bez bilan yoki prostata yoki stress bilan bog'liq muammolar bo'ladigan bo'lsa, u afsuski hech qaysisi bularni davolash standartida mavjud emas hisoblanadi. Ya'ni bekorga vaqt hamda pul ketgan qoladi. Endi demak, ayrim holatlarda ham sezgirlik, ham serotonin, qalqonsimon bez, prostata holati, stress holatlari mavjud bo'lmaydi. Birlamchi bemor boshidan bosh juda ham tez bo'shanadi. Ya'ni bu davo vositalarini qilib ko'rilgan paytda sabablarni aniqlab absolyutni bemorda effekt bo'lmaydi. Bu taxminan 5-10% ga yaqin bemorlarda shunaqa bo'ladi. U bemorlarga biz tavsiya etamiz o'sha jinsiy olatni boshiga boradigan nervlarni denervatsiya qilish, ya'ni o'sha nervlarni kesib tashlash hisobiga jinsiy olatni boshidagi sezgirligini pasaytirish. Chunki ularda o'zi boshqa varianti yo'q. Hech qaysi bu yerdagi preparatlar ishlamagandan keyin. Demak, yechimlar qanaqa bo'ladi? Agarda sezgirlik bo'ladigan bo'lsa, ma'lum bir vaqt davomida o'sha spreydan foydalanilgan holatda aniqlab olingandan keyin buni to'liq yo'qotib yuborish uchun yoki jinsiy olat terisiga fillerlar yoki jinsiy olatni boshiga boradigan nerv tomirlarini kesib tashlash denervatsiya operatsiyasi qilinadi yoki orachurada aloqasini vaqtini cho'zish uchun boyagidek lidokainni ishlatish mumkin. Serotonin preparatlari положительный effekt beradigan bo'lsa, demak asosan psixonevrolog bilan birga ishlagan holatda bu serotoninni miyada o'sha miqdorini oshirishga harakat qiladi va asosan davo shunga asoslangan hisoblanadi. Qalqonsimon bezda gipertireoz holati aniqlanadigan bo'lsa, dori-darmonlar bilan bemalol tuzalib ketadi. Prostatada ham xuddi shunaqa dori-darmonlar bilan hal qilsa bo'ladi va organizmdagi stress holatdan kelib chiqadigan tez bo'shanishda ham xuddi shunaqa dori-darmonlar bilan yechim qilsa bo'ladi. Agar umuman hech qaysidan effekt ko'rilmaydigan bo'lsa, unda iloji boricha eng oxirgi yo'l bemorga denervatsiya operatsiyasi taklif etiladi. Demak, qarab turibsizki, oddiygina, osongina qilib tushuntirib berdim. Ya'ni bu narsani aniqlamasdan, million pulga o'sha dori olib yurmasdan, ya'ni konkret sababni topib olsalaringiz o'zlaringiz bilasizlar. Ya'ni bu narsani nima hisobiga kelib chiqayotganligi va qanaqa yo'l bilan hal qilinishi mumkin ekanligini. Endi tavsiyaga keladigan bo'lsak, tez bo'shanish kasalligi mavjud bo'ladigan bo'lsa, обязательно urolog, androlog, shifokor ko'rikda bo'lib, mana shu yerda aytib o'tgan sabablarimni vrach bilan birga maslahatlashilgan holatda aniqlanib va shunga qarab aniq taktika belgilab olinadi. Endi uy sharoitida qilinishi mumkin bo'lgan narsalar bu jinsiy aloqani vaqtinchalik to'xtatib, keyin yana davom ettirib ketish, start stop holati aloqani vaqtini cho'zishga yordam berishi mumkin yoki jinsiy aloqadan oldin masturbatsiya qilib tashlash orqali sperma chiqarilib tashlab keyin aloqa qilinsa ham bunda ham aloqani vaqti cho'zilishi mumkin va albatta o'zingizda testosteron miqdorini yaxshi o'sha holatda bo'lishi uchun sport, kegel mashqlari, kardio nagruzkalar ham yordam beradi qanchadir miqdorda, lekin baribir mana bu hozir tushuntirgan sabablarimni aniq topib olinib bunga yondashilsa, kasallikni davolash ancha osonroq bo'ladi. Agarda sizda yuqoridagi kasallik bo'yicha muammolar bo'ladigan bo'lsa, pastda Telegram nomer
nomer bog'lanish uchun. Bundan tashqari Instagram akkauntimiz mavjud. Bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Shu vaqt davomida tez bo'shanish kasalligi bilan juda ham ko'plab bemorlarda har biriga individual yondashib, ularda iloji boricha maksimal natijaga erishganmiz. Siz bilan urolog androlog shifokor Javohir Alliyorov bo'ldi. Urologik andrologik muammolaringizni men bilan hal qiling.